Litva Tayvanning o'z nomida diplomatik ishxona ichishiga yo'l qo'ygandan keyin Xitoy Litva bilan bo'lgan diplomatik munosabatning darajasini tuvanlatdi. Xitoyning Litvada bosh elchixonasi bo'lmaydi, uning o'rniga vakolatchilik ishxonasi bo'ladi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligi 21 yanvar Litvaning Tayvanga o'z nomida diplomatik ishxona ichishiga yo'l qo'yganligiga norozilik bildirish uchun mazkur davlat bilan bo'lgan diplomatik munosabatning darajasini vakolatchilik ishxonasi saviyasiga tushirganligini e'lon qildi. Turkiy tilda so'zlashadigan davlatlar tashkilotining nomi Turkiy davlatlar tashkiloti deb o'zgartirilgandan keyin Xitoy Kommunist partiyasining organ gazeti bo'lgan Yer shari vaqt gazeti mazkur tashkilotning millatchiligini quturtirganligi, hatto Xitoy uchun xavf elib keladiganligi haqida maqola e'lon qildi. Xitoy taratqusi 2021 yili 12 noyabr İstanbulda Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Ozarbayjon tomonidan qurilgan Turkiy davlatlar tashkilotining Xitoy va rayonga muqimligiga tahdid elib keladiganligini o'tirib qo'ydi. Abdullah Hamdok 25 oktyabr harbiy o'zgarishdan keyingi hokimiyat krizisini oxirlashtirish uchun siyosiy kelishim imzoladi. Prezident mahkamasida o'tkazilgan marosimda Igilik huquq kengashining raisi general Abdulfattoh Al-Burhan va bu o'ringa ikkinchi qatim tayinlangan bosh ministr Hamdok siyosiy kelishim imzoladi. 35 yoshli tennis top mahiri Peng Shuai 3 hafta burun Xitoyning sobiq muavin bosh ministri Zhang Gaolini o'ziga jinsiy parakandichilik solgan deb ayblagandan keyin g'oyib bo'ldi. Xitoy davlat taratqullari uningga oid surat va sinlarni e'lon qilib, Pengning yakshanba kuni Beijingda o'tkazilgan tennis top musobaqasiga qatnashganligini aytdi. Oqsaroy bo'lsa Xitoydan Pengning erkin ekanligi haqida qoyil qilarlik isbot bilan ta'minlashni o'tirib qo'ydi. Rossiya Federatsiya olam qatnashi idorasining bosh direktori Dmitriy Rogozin Rossiya bilan Amerikaning Venerani birlikda tekshirishga munosabatli kelishim hosil qilganligini bildirdi. Meksikaning Veracruz o'lkasida to'xtatilgan ikki yuk mashinasidan ko'pinchisi O'rta Amerika fuqarosi bo'lgan 600 ko'chman qutqizib olindi. Egilanishicha, bu 600 ko'chmanning 145 nafarining ayollar va bolalar ekanligi aniqlangan. Xitoyning Sharqiy Turkistonda Uyg'urlarga elib berayotgan sistemalik ziyonkashlik va qirg'inchilik haqida yangi rasm va sinlar o'tirg'a chiqdi. Guanguan taxallusini qo'llangan bir Xitoy 2 yillik tadqiqot natijasida o'xshamagan 8 shaharda 18 jazo lagerining o'rnini bayqaganligini oshkorildi. Guanguan bu jazo lagerlarining internetdagi xaritalarda ko'rinmaydiganligini, ammo egiz tom, qarovulxona va temir sim tor bilan qo'g'dilganligini, qurolliq soqchi, harbiy mashina va kameraning hamma yerda borligini o'tirib qo'ydi.